Hammaga mana bugun IDC geometriya birinchi qism mavzu 5, ya'ni to'g'ri burchakli uchburchak mavzusini boshlaymiz. Demak, bizda geometriyada ma'lumki, to'g'ri burchakli uchburchak bu to'g'ri burchakli uchburchak juda kerakli mavzu hisoblanadi, chunki ko'pchilik misollarimiz mana shu to'g'ri burchakli uchburchak yordamida hisoblanadi, ishlanadi yechimi va bu mavzuni juda yaxshi o'rganib olishimiz kerak. Biz bunda o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalarni birma-bir tushuntirib ketaman. Demak, mana to'g'ri burchakli uchburchak chizib oldik. Berilgan to'g'ri burchakli uchburchagimizda mana shu 90 gradus hosil qiluvchi tomonlarini katetlari deymiz, ya'ni A va B katetlar hisoblanadi. Mana bu eng uzun tomoni esa 90 gradus qarshida turgan tomon, u gipotenuza deyiladi. Demak, berilgan mana shu to'g'ri burchakli uchburchakning tomonlarini nomini nomma-nom o'rganib olishimiz kerak. Bu umuman qiyin emas. A katet, B katet va C gipotenuza. Bu yerda qanaqa teorema bor? Bu to'g'ri burchakli uchburchak uchun juda mashhur Pifagor teoremasi bor. Uni qanaqa yoziladi? A kvadrat plus B kvadrat teng C kvadrat. Demak, e'tibor bering. Katetlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga teng. Va mana bu formula Pifagor teoremasi deyiladi. Bu yerda bu C kvadratni topyapti. Hozir agar bizga A kvadrat kerak bo'ladigan bo'lsa, unda C kvadratdan B kvadratni ayirib tashlaymiz. Agar B kvadrat kerak bo'ladigan bo'lsa, unda C kvadratdan A kvadratni ayiramiz va buni chiqarib olish qiyin emas. Hammasi mana shu birgina formuladan kelib chiqaveradigan natija. Demak, bu yerda e'tibor berib ketasizlar. Mana jadvalda Pifagor sonlarini keltirib o'tyapman. Bu yerda A, B bu gipotenuzalar, C esa katet. Uzr, adashib ketdim. A bilan B bu katetlar, C esa gipotenuza. E'tibor bering birinchi sonimizga. 3, 4, 5. Ya'ni shunday to'g'ri burchakli uchburchak mavjudki, u to'g'ri burchakli uchburchakning katetlari 3 va 4 bo'ladigan bo'lsa, gipotenuzasi 5 ga teng bo'ladi. Buni qanday tekshirish mumkin? Mana bu Pifagor teoremasini tekshirib ko'rish qiyin emas. Buning uchun katetlar kvadratlarini qo'shamiz. 3 ning kvadratiga 4 ning kvadratini qo'shamiz. Bu albatta 5 ning kvadrati kelib chiqishi kerak. Demak, hisoblaymiz. 3 ning kvadrati bu 9, 4 ning kvadrati bu 16. 9 ga 16 ni qo'shsak, albatta 5 ning kvadrati 25 kelib chiqadi. Mana tenglikni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda juda ham ko'p sonlar berilgan. Biz buni hammasini yodlab olishimiz shart emas. Bu chunki hisob-kitob natijasida chiqib keladi. Juda ham ko'p ishlatilinadigan bu. Mana bu yerda berilgan 3, 4, 5, 5, 12, 13. Mana bu 7, 24, 25. Bu sonlar hisob-kitoblarda ko'proq foydalaniladi. O'zi misollar ishlash natijasida o'zi esda qoladi, bu muammo emas. Endi boshqa xossalariga o'tamiz bu mavzu. Demak, e'tibor bering, yana bitta to'g'ri burchakli uchburchak chizib oldim. Bu yerda mana bu 90 gradus. Xo'p. Bu 90 gradus bo'lganidan gipotenuzaga balandlik tushiramiz. Mana shu to'g'ri burchagidan gipotenuzaga balandlik tushiramiz. Bu tushirgan balandligimiz HC deb yoziladi. Ya'ni C degani bu gipotenuzaga tushirildi. Ya'ni gipotenuzani biz bilamiz, C harfi bilan belgiladik. Katetlari A, mana bu esa B. Endi e'tibor bering. A tomonining, ya'ni A katetning gipotenuzada proyeksiyasi hosil bo'ladi mana bu yerda. O'sha proyeksiyani AX deb belgilaymiz. B katetning gipotenuzadagi proyeksiyasi bu BX. Albatta bu yerda AX ga BX ni qo'shadigan bo'lsak, ya'ni ikkita katetlarning proyeksiyalarini qo'shsak, gipotenuza uzunligi kelib chiqadi. Demak, gipotenuzaning yig'indisi kelib chiqar ekan AX ga BX ni qo'shsak. Xo'p, bu yerda nima xossalar bor? Birinchi o'rinda mana shu A katetni o'zining proyeksiyasi bilan gipotenuza orqali topish mumkin. Qanaqa bo'ladi? Masalan, A kvadrat teng proyeksiyasi AX, ya'ni gipotenuza uzunligi ko'paytmasi. Mana bu bir ajoyib formula.
Xuddi shunaqa b kvadratni ham b kvadratni o'zining proyeksiyasi bx bilan gipotenuzaning ko'paytmasi yordamida topishimiz mumkin. Xo'p, endi bu yerda albatta e'tibor bering, bu formulalarda ax ni so'rashi ham mumkin, ya'ni gipotenuzani so'rashi ham mumkin. Masalan, mana shu a kvadrat teng ax ko'paygan s formulamizni yana ham kengaytirish mumkin. Misol uchun, bu yerda ax ni so'rasa, a kvadratni s ga bo'lish kerak. Bx ni so'rasa, b kvadratni s ga bo'lish kerak. Mana bu o'sha formulani o'zidan proporsiya qilib chiqib kelinar ekan. Keyingi formulalar. Bizda muhimi mana shu formula. Xuddi shunaqa balandlikning kvadrati, h ning kvadrati ham topiladi. Bu o'sha o'zi ajratgan proyeksiyalar ko'paytmasiga teng bo'ladi. Ya'ni ax ko'paygan bx. h ni yana bitta formulasi bor. Bu h ni katetlar ko'paytmasini gipotenuzaga nisbati yordamida topsak ham bo'ladi. Demak, bu formulalarning isboti ham juda murakkab emas. Kimga kim qiziqsa, bemalol murojaat qilinglar. Hammasini isbotini tushuntirib beramiz. Video qisqaroq va aniqroq tushunarli bo'lishi uchun tezroq tushuntirib ketyapman. Demak, mana bu formulamizdan yana bitta natija kelib chiqadi. Bu katetlar kvadratlarining nisbati proyeksiyalar nisbatiga teng ekanligi. Bu ham muhim xulosalardan. Uchburchak yuzasi mavzusida ham juda kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu uchburchak yuzini S1 deydigan bo'lsak, mana bu uchburchak yuzini S2 deydigan bo'lsak, o'shanda S1 taqsim S2 o'sha katetlar kvadratlarining nisbatiga yoki o'sha proyeksiyalar nisbatiga teng bo'ladi. Bu ham juda kerakli formula. Hali joyi kelganda yana tushuntirib ketamiz buni. Demak, bugungi mavzumiz mana shulardan iborat edi. Video darsni yaxshilab ko'rib chiqib, keyin mana bu nazariy qismda o'rgatilgan bilimlar asosida amaliy qism misollarini ko'rib chiqamiz va amaliy qismda ham bilasizlarki, qoida bo'yicha misollarni tushuntirib beraman va o'shanga qarab o'zlaringiz mustaqil ravishda yechishni, misollarni bajarishni davom etishingiz mumkin. Hammaga omad. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha.